Biz bununla erkişiga 90 şunu olan. Doktan, qo'ngizni qilsa ayolingizoyat. Abdumjid aka hozir shu jiq erlarimizda vaqt qisqa qo'llash masalasi bir qadar ig'ir ekan. Shu qanday qilganda vaqtni yaxshilik qiluvdi, to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Mushunda bir temalar to'g'risida so'zlamay desam bu savollar yana chiqdi. Demisima mendan shu savol so'rayotgan shu maslahat atqanlarning ichida erlarimiz, yosh o'g'abollarimiz nihoyat ko'p bo'lib ketdik. Bu nimani tushundirdi degan chaqimizda tushunadiganlarga dedim aka. Anda bo'lsa 100 metrlik yugurish bir maydoni bo'lgan bo'lsa, areal ikkidan tam qo'l tutishib yurgan bo'lsanglar, bunun vaqti eng tez bo'lgan chaqida 4 minutdan 6 minut berib bo'lsanglar bo'pti. Ertarab 2 minut 3 minut yetib bo'ldi. Anda bo'lsa biz er kishiga davolashib boramiz. Endi ertarab 4 minutdan 6 minut yetib bo'ldi. Lekin ayol kishiga 5 minut hatto 10 minutgacha pallaga berib planmagan bo'lsa, biz er kishiga doğru işitishning hojati yo'q. Ayol kishiga ishlatimiz doğruni. Endi 4 minutdan 6 minutga degan bu vaqtni siri kallanlığı kuygizolmanglar tuqqanlar. Er ayol ishkinglar tam qo'l tutishib 1 minutda pallaga yetib boradigan bo'lsanglar, buma muvaffaqiyat qozongan bir pallaga yetishdi. Endi er kishi 1 minutdan pallaga berib qoldi. Bunun sebebi nima degan chaqda, bunun ya pochiqaning g'idiqlanish kuchi bak kuchib ketadi. Shu noyat tez suratda ayolni tashlab qolib ketadi pallaga. Ya bo'lmasa buningki mushu bo'rka mingisi noyat bak sezguchi holatda yana ketib qoldi. Biz bununla erkishiga 90 şunu olan. Doktan, qo'ngizni qilsa ayolingiz oyat pallaning bejida qolib qoldi, oldimang deb bununla tutquchi bo'lgan quruq suvoq tabiatlik yemeklerini yagomuz quruq suvoq tabiatlik dorilarimiz var. Ani bir sel pallisini nuqsuz miga taat etmez. Ayol kishi bek asulab ketgan bo'lsa, uningga sal kushlanadigan dori etmez. Ayollarni qanda er kishi bilan tang palliga yetib muvaffaqiyatli bo'lgan bir musobaqa tamomlashni qo'lga keltirgili bo'ldi.